Men dadajonimdan juda ham faxrlanaman. Chunki juda ham sabablari ko'p. Bitta sabab aytaman. Dadajonim birga namoz o'qisa uyda, namozdan keyin duolarga ahamiyat beraman-da. Duolarida Allohga hamdlar, salovatlar, farzandlariga, o'tgan ota-onalariga, jamiki o'tganlarga, musulmonlar haqqiga tinchlik, sog'lik hamma yoqda so'raydilar. Lekin bitta narsani so'ramaydilar. Shunga ahamiyat beraman. Dadamning duolarida biron marta o'zga narsani so'raganini bilmadim. Shu darajada farzandim, bola chaqam, oilam der ekanu, o'zlarini unutib qo'yar ekanda, otalar shunday ekan. Borlarini umrlariga, rizqlariga, sog'liqlariga, iymonlariga Allohim barakat bersin. O'tganlarini Allohim rahmatiga olsin. Jotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog' qilsin.